Aka buni bitta otib yuboringdir. Ko'tarib otib yuboringdir. Yechmang, ketayotgani ham yechmang. Mana odamlarga qarab turing. Yolg'on aralash kerak emas, to'g'risini aytamiz, ha? Kameraga qarang, sizni ko'rishsin muxlislarimiz, ko'rishsin. O'tgan safar ham misol uchunda kelganimizda shu yerda ishlatganingizda mana bu narsalarni ishlab chiqaryapsiz, to'g'rimi? Siz o'sha chiqazib o'rgatyapsiz. Ishlab chiqaryapsiz, to'g'ri. Utuplit bo'ladi aka bular. Hammasi mana shu yerda turganlar hammasi utuplit bo'ladi aka. Yaxshi. Bizim muxlislarimizga mana shu yerda necha xil biznes bor? Baydami? Xo'p, 5 xil biznes bor. 5 xil biznes. 5 xil. Assalomu alaykum bizni qadrdonlar. Bugungi qahramonimiz Nurullo bo'ladi, do'stim. Kameraga bitta qarab qo'ying. Halol mehnat bilan harakat qilib pul topayotgan bolalardan bittasi. Nurullo ayni paytda Namanganda Qo'g'ay nechinchi bo'lim yoki nima bu? Qo'g'ay sanoat zonasi. Sanoat zonada shu yerda ishlayotgan bu bola nima ish qilib pul topadi deysiz, hamma qiziqayotgan. Sezonni nima qilyapsiz hozir? Gazabli qolib yuklayapsiz hozir. Hozirgi paytda bo'pti, gazabli qolibni yuklayapsiz. Umuman olganda bu yerda sexda nima ish qilyapsiz? Nimalar? Sexda xo'p pena-blok bor, apparatlari. Xo'p, fasadlar bor aka. Shu endi. Yechmang, ketayotgani ham yechmang. Mana odamlarga qarab turing. O'ta sodda, o'ta to'g'ri bo'ladi. Hozir to'g'risi o'zimni biroz mazaq kayfiyatimni ko'tarib oldim. Hozir nima ish qilyapsiz desam, gapirgan gaplarni ko'rdingizmi? Yolg'on gapirishni bilmaydi. Gazabli qoliplarni yuklayapman deydi. Nurullo, shu yerda nechidanmi, qanchadan ishlayapsiz mana do'stim? Ayting to'g'risini, qanchadan ishlayapsiz? 5 yilmi, 6 yildanmi? 5 yil, 6 yildan ishlayapsiz. Men bu yerga kelib video qilishni boshlaganimga, mana shunday bizneslarni qilsa bo'ladi degan uskunalar ko'rsatishni boshlaganimda, odamlar kelyapti, o'rganyapti. O'shalar pul topyaptimi, yo'qmi ishlab? Mana shu mahsulotlarni ishlab chiqarib sotib pul topyaptimi, yo'qmi? Topyapti. Ya mana siz mana to'g'risini aytyapsiz, haqiqatni gapiradigan bola sifatida mana kameraga qarang. Ishlagani topyapti. Qancha topyapti ishlagan? Izlanib bandalar bilan endi har xil uni bilmayman. Har xil. Qancha taxminan? Endi aka o'ziga bog'liq-da. Ishlaydi. O'rtoqlar, agarda-chi shu bola yolg'on gapirishda usta bo'lganda yoki yolg'on gapiradiganda hozir yorvoradi, bizni yoradi, $1000 dan, $2000 dan, $10,000 pul topyapti deyishi ham mumkin edi. Xolisona mana har videoimda aytyapman, yolg'on gapirish yo'q desam ishonmaysizlar. Xolisona shu bola men o'rgatganim yo'q. Bundoq deysan. Gapirayotgan gaplar oddiy bolani fikrini bildingiz. Endi o'rtoqlar, bu yerda nima ishlar bo'lyapti va qanday qilib oyiga masalan $500 yoki $1000 pul topsa bo'ladi? Buni hozir biroz ma'lumotlarni berib o'taman, uskunalar haqida va bu yerdagi 4 xil, 5 xil bizneslar haqida tushuncha berib o'tishga harakat qilaman. Sizlar bittadan like bosing. Biz to'liq ma'lumotlarni shu yerda ish boshqaruvchisi bilan hozir video davomida berib boramiz va telefon nomerlarini ekranga qo'yamiz. Mana biz taqsir deb bilamiz shu kishimda. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasdan? Yaxshisiz. Nima bu? Shikashlik. Shikashlikmi? Bugun qatnaysiz. Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Gap yo'q. Bosamiz gazini. Hozir ro'y rost borini gapirib tushuntiramiz va ko'rsatamiz odamlarga. Yolg'on aralash kerak emas, to'g'risini aytamiz, bo'layotgan jarayonlarni va kelayotgan odamlar. Yo'q, yolg'on siz bilan bizda bo'lmaydi aka. Masalan, o'tgan safar ham hammasini tushuntirdik. Kim o'rganadi, masalan, apparatini sotib oladi, o'rganish bizdan dedik, mana cho'tkisi bilan. Aka, hayp qilib yurgan, yolg'on yassi gaplar gapirayotganlar, ular kategoriyasi boshqa aka, siz bilan bizniki boshqa, xudo xolasa. Men aytaman doim mehmonlar bilan masalan, mijozlar bilan gaplashayotganda mehmonlarga beraman-da, masalan, oddiy misol, Mashaka. Xo'p, oddiy misol, Buxorodan. Mana. Bu aka o'rganuvchi. Buxorodan o'rganuvchi aka. Mana bugun assalomu alaykum. Aka assalomu alaykum. Ishda mehnatdagi jarayonni ko'rsatishga yo'q, uzr. Men so'ramasdan qilyapmiz. Men hozir kelgandan beri salom berdim, lekin shaxsan qo'l berib so'rashmadim. Nurullo bilan ko'rishdim. Aka, mana video jarayonni ko'ryapsiz-da. Mana do'stona mana video jarayonni ko'ryapsiz hozir kelganda. Nima bo'lyapti, men so'rang. Hozir mana Nurullo gapirgan gaplarni men o'rgatib o'sha bolalarga misol uchun-da qilyapmanmi yoki boricha ko'rsatyapmizmi va siz ayting, bu yerga kelib mana Buxorodan keldingiz. Bitta hunar, bitta
o'rganib, shu pul topish maqsadida ish o'rgangani keldingiz. Shu yerda kelib, shu bizneslarni qilib ish o'rgansa bo'ladimi, yo'qmikan? Bo'ladi va shu maqsadda kelganmiz. Shu maqsadda keldingiz. Hop. Videoni misol uchun siz ham ko'rib kelyapsiz-da, ha? Bugun ertaman Yolg'on desam ham bu oshib rostmi? ketdi aka, o'rganganda kelganlarda mana oddiy bitta savol. Bugun ertamanga vaziyat. Bugun oxirgi kundan. Ya sizga oxirgi kun siz- chiqib ketgan odamlar. oxirgi kun. Qirg'izistonga kuzatdik, Tojikistonga kuzatdik, Tojikiston, to'g'ri? Bugun. Qirg'izistonliklar ketdi bugun. Ular kelib uskunalarni olib ketishdi, o'rganib, ha? Siz nima ish chiqarishni o'rganyapsiz hozir? Termopanel. Termopani, yepki kamin. Ularni chiqarishni o'rganib oldingiz. Bo'ldi, hozir o'sha narsani aytdim. Aka, necha pul olishdi o'rgatishga va uskunalarga? Endi uskunalarga oldi, bular aka hamma savdo individualniyda. Bu yerda yashiradigan narsa ham yo'q o'zi asli. Xo'sh. Standart o'sha aytayotgan narxlarimiz bo'yicha kelyapti. Mana $900 aksiyalar tugadi hozir. Men bitta aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa aka. Xo'sh. O'zi guvohsiz aka. Hozir mijoz olmay qo'ydim hozir. Faqat shogirdlar abishpesh qilyapman, ko'ryapsizmi mana? O'zi guvoh shunga. Mana masalan, telefonda gaplashsam, termopanel zakaz qilmoqchiman, siz viloyatingizni ayting deb turib, o'sha viloyat beraveryapman aka hozir. Kecha o'zingiz ko'rdingiz marhamatga, gipki kaminni berorganda Aka, mahsulotlarga Oxirgi. zakaz bormi, yo'qmi? Bor. Shu yerda turib, o'zingiz yangi odam sifatida, shogird sifatida ko'ryapsiz, zakaz bor. Chiqyapti, kelyapti, olib ketyapti. Aka, yuring o'shanimda o'rgangan joyingiz qayerda mana? Ko'rsatib beringchi. Nima chiqarishni o'rgandingiz? Ismingiz kim aka? So'ramabmiz. Husniddin aka. Aka, sizni manzil qayerda aniq? Buxoroning qayerida? Kogon deydi. Sho'xirton. Hozir Buxorodan ham aka kuchli chiqaradigan o'zi shogirdimiz bor edi bitta, G'ijduvonda. Endi bu akanikini ham endi xudo deb gruppa qilsa, Husniddin aka. nomerini qo'yaveramiz aka. Mana shu yerda o'rgandingiz. Qani bir ko'taringchi buni qiziqqanlarga bir ko'rsatib bering. Quriganmi bu? Quruq. Nami bor aka mana? Shunaqa termopanel ishlab chiqadi. Mana shuni ishlab chiqarishni o'rgandingiz. Xo'p, taqsir bu narsani kimdirlar bilyapti, kimdirlar bilmayapti. Endi yangi ko'rib turganlar uchun yana bitta faktor qilib yuboramiz. Bu maxsus mana bunday ko'k bo'ladi, ko'k pena. Bu ham Knaf firmasiniki aka. Qurilish sohasida bor, Knaf firmasi bor aka, gipsokarton chiqaradi boshqa. Zo'r, plotnosti ham zo'r, utflit ham bo'ladigan narsa, keyin u ustida aka yana bir aytib o'tamiz, karcherda yursa bo'ladigan sostav bu. Karcherda yursa bo'ladi. Karcherlab yuvsa bo'ladigan garantiyasi, rangi o'chmasligiga qancha garantiya bo'lyapti? Bo'lsa 15 yil biz 15 ishlayotgan yilgacha. firmalar 15 yilgacha garantiya beradi. Bo'ldi. Aka, buni bitta otib yuboringdir. Ko'tarib otib yuboringdir. Mana tashlaydi. Sinishini. Ya bu unaqaga aka, Hech ustidan narsa yurib ko'rasiz, unisi behisob. Yo'q. Keling, Husniddin aka. Mana shu yerda maxsus mana ximikatlardan aralashtirib tayyorlashni o'rgatishyapti. Mana bu uskunasi. Taqsir hozir $1000 deyapmizmi, $1100mi? Qancha? 1100 endi xarini qilib beriladi aka, chiroyli qilib. $1100 aytishadi, lekin xayri bor o'rtoqlar. Bemalol xabarlashasiz. Klientlargacha abishpesh qilib beramiz inshaalloh. Cho'tka qilib. Mana shu uskunani olasiz, ya'ni stanok uskuna deymiz, shunaqa uskuna olasiz. Buni ichida yana boshqa qo'shimcha ko'plab zapchastlari bor. Ana undan keyin mana bunday mahsulot chiqarishni boshlaysiz. Buning mahsulotni qayerga sotamiz, kim oladi degan muammolar bilan boshingizni qotirmang. Bu ta'mirlab berishadi mijozlar bilan ham. O'rganasiz ishlab chiqarishda va uskunalar uchun $1000 to'lov qilasiz. Qolganini o'rgatib qo'yish, nima kaminlarni hammasini mana shu gipki kamin mahsulotlarini mana bularni yangi o'rganuvchilar chiqargan, lekin keyinchalik usta bo'lib zo'r chiqaradigan bo'lib ketadi. Shunday mahsulotlarni ham chiqarishni o'rgatib qo'yishadi. Bularning hammasi bepul. Fantaziyangizga qarab ishlayverasiz. Mana aka ugunlarga pul topsa bo'ladimi ishlar? Bo'ladi, yolg'onmasa gap yo'q. Mana o'sha qarang, birinchi varianti qanday chiqqan, keyingi variantlari yana ham zo'r cho'tki chiqqan variant. Islomjon aka mana ugunlar aka mana shu bolalar o'zi kesishni o'rgandi, polni mana utuplaydi. Shu oq shart emas, mana ugunlarni ko'rasizmi? Xo'p, bu sanolar bo'ladi, polni burchaklarini ko'rsatib qo'yaylik. Burchaklari ham xohlagan grasiya bu ko'radi aka mana. O'rgandingiz-a? Bu kishi endi o'rgatib o'rgatmay qo'ydilar yangi kelganlarga. Ha, o'zlari qilib, yangi kelganlarga ham ko'rsatib, o'rgatib, ancha praktikasi zo'r. Xudo xolasa Buxorodan telefon qilishib, mana shunaqa desa, bu yoq kishim qilib beraveradi anaqasini, zakazlarni cho'tka qilib. Gap yo'q. Buxorodagi zakazlarni mana endi shu Nuriddin akamizga berishadi. Burchaklarni ham mana shunday choksiz zavodga qilib, ha. Qarang, ajoyib. Burchaklarini
choksiz yopishni o'rgatib qo'yishar ekan. Zavodskiy bukiladi aka. Uni stanovlari bor aka. Trafaretlari bor, kompressor mikserlari bor. Hamma uskunalar chekiladi mana. Sal yarkilardan chiqaringlar desam, bular hali chiqarishmabdi Yo'q, mana. ko'rdim, yarkisini va naryoqda bor ekan ko'rsatdim. Xudo xolasa chiroq chiqarib o'rganishadi aka, polni. Hozir nargi shogirdlarimiz nargi filialga ketishdi aka. Passatli plitkaga yarmi ketdi o'rgangan. Qolganlari uyga jo'natdik. Shtat katta, ob'yem katta aka, ish xudo xolasa mana doim menga taklif qilib chaqirardingda Samjir aka. Hop. Odamlar klient yo'q anaqa deb. Yo'q, har kuni dastavka bor. Ko'z tegmasin, bu foydali ishlar bular. Hozir nech pul Gazabulov? Gazabulov $1,500 aka, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavka va oxirgi dastavkasi kelishgan holda qilib beriladi aka. $1,500. Haligi 3 talik qolipli aksiyasi endi tugadi aka. Fevralda edi aksiya, birinchi aksiya. Bundan keyin hop, Ramazon aksiyasiga ulanib ketdi u narsa. Endi hozir ikkitadan qolipdan bo'lyapti. Xolasa 1,5 mingdan chiroyli qilib chiqarib beramiz aka. O'sha 1,5 mingdan ikkita qolip bilan. 1,5 mingdan ikkita qolip, qoliplar ham usulenli, relesga tushadigan qoliplar bilan qilib berilyapti aka, chiroyli qilib. Xudo xolasa Mana bu narsalar shu hozir $1000 apparatda chiqadigan mahsulotlar. Mana shu turdagi yigitkamini yo'q. Hop, danchi fasadi kiritgan qoliplari mana. Hop, 10 yillab mana maydalik qoliplar ham hammasi ketdi zakazga aka. Hop, 10 yillab garantiya beramiz aka bu yerda mana. Hop, hozir prosta ish jarayoni ustida chaqirdim sizni. Bu yerda ozgina chang-chang ko'ryapsiz, anaqa bahor anaqasi yo'chib yuribdi. Hop, aytmoqchi bo'lganim, $130 dan $180 gacha fasadli plitkani qolipi bor aka, 10 yilga garantiya. Qayta kuyib, восстановиться bo'ladigan qoliplar, masalan. Va boshqa bitga, fasadlarning o'zi aka 65 mingdan 90 minggacha fasadlarimiz bor hozir aka. Mana bu toshlarni o'zini 1 kvadrat metrini o'sha 60 mingdan 90 minggacha xarid qilishingiz mumkin. Keyin aka endi hozir ba'zilarga ulguryapmiz, ba'zilar ulgura olmayapmiz. Xo'p, hamma mijozlarda o'zi mijoz rosa ko'p aka. Sezon boshlandi. Bemalol murojaat qilish bo'lsa, keyin hamma mijozlarga o'zim viloyatidan haliga aytdik, dastavkasidan ko'ra arzonroq boradi. Keyin meni territoriyamda yo bir qaysi adresda, vohadami, masalan, vodiyda rivojlantirib olgan shogirdlaringiz bor bo'lsa, nomerlarni berib gaplashtirib qo'yaman. Behijolat bu narsalar aka. Buni nimaga qayta-qayta ta'rif qilib, masalan, ko'p haligi qilyapmiz odamlarga? Birinchi o'rinda ish bilan ta'minlanadi, ikkinchi o'rinda bitta ikkita zakaz bilan pul tushib ketadi aka. Unaqa katta pul tushadigan ish emasda, masalan, $1000 apparati bo'lsa o'tib bersak, o'rganib, как положено usta bo'lib, hunarli bo'lib chiqadi. Ya bir $500 avval xomashyo olsa, o'sha zakaz boshlasa bo'ladi. Gap yo'q. Ob'yemiga olib, kelib men bittasiga mononi olsam, bo'pti, mononi ham qo'shib beraman deb bonuslarni qilib chiroyli qilib berganlarim, ob'yemiga ulgura olmaganda kelib qolib ketganlari bor. Men Telegramga kirsa, qo'yib turaman har kungi. Kecha Andijondan keldi Ilhom aka. Hop, Kebonga o'sa kelib ketdi, 4 sexni qilyapti Gazabulov bo'yicha. Endi ishlaka bo'lgan qo'shib qo'yibdi aka mana. O'zi, ha, o'zi mol bozorchilardan aka bilan xafa deb yurardik aka, o'zimiz tanish. Hop, 3dan bor aka, bir 70 ta qolipi bilan. Mingbuloqdan bor, buyog'i Vohadan bor, Qashqadaryodan bor, hozir Surxondaryoda kuyib ketyapti. Mingbuloqda ikkita shogirdimiz bor aka. Chinoatlarga ham beryapmiz. Mana shu atroflarda hop polni aka kelsa, как положено olib yo'lga qo'ygan. Mana Gazabulov go'standlardan o'tadi, zo'r narsa. Ommalashib, mana narx tushib ketdi. Kecha kelyapti, o'zi 16-17 mingga tushdi narxlar. 20 mingga gap yo'q. O'zimizga o'zimiz mana ishlab chiqarib, Xudoga shukr, mana narxlar tushib, raqobat ko'paygan sari mana to'g'rimi hammaga dasturxon bo'ladi. Fasad ham shu aka. Bitta fasad o'zining uyini 200 kvadratdan qilsa, o'zi bo'ldi, apparat tekinga qoladi. Buni chetda ko'ryapganlar aka, Turkiyada, Rossiyada mana o chetda ko'ryapgan muxlislarimizga aytamiz aka, siz kanalingiz obunachilariga. Kelib aka $1000, $200, $2000 bilan ish boshlasinmi? Bemalol xudo xolasa zakazlargacha berib yo'lga qo'yib oladi aka. Bo'lar bo'lmas ishlarga mana mashinalar tushib ketdi. Bo'lar bo'lmas ishlarga aka odamlar pulini zadishga qilib qo'ymasin, xo'sh-ku. Bankka qo'yadiganlar bor ekan, bizga zarar bo'lmaydi. Bo'ldi. Bitta tanishini yaqin qo'liga ustani aka, lavzi havo ustani shunday bersa bizga aka masalan, usta qilib faoliyatini yo'lga qo'yib beramiz chiroyli qilib. Gap yo'q, молодец. Qiziq bo'lsa o'rtoqlar shunday mahsulotlar ishlab chiqarish. Kerak bo'lsa aytyapman, yana bitta gap aka, o'zimiz zaklab olib, maytda chiqaramiz degan zakazlar berib olaman masalan. Nimaga bunaqa deyapsan siz? Yana bir marta aytaman aka. Biz sababli bitta odam o'zini ish bilan ta'minlasa, men xursandman. Tong savol surishtirsa bo'ladi. Telefon qilsa o'zlari, tong savol qanchadan qilyapsizlar desa, necha kunda qilasizlar, bunday hisob-kitobni qilib ko'rsinda, hamma shu lombozga o'tib ketdi shuni. Yonmaydi, yengil aka mana. $300 dan boshlab o'sha anaqamiz, biznesimiz aka.
Mana shu tomonlarni ko'rib ishlab chiqarishgan ekan. Yaxshi. Telefon qilinglar, qo'shimcha savol bo'lsa, mana telefon qilsa o'zlarim tushuntirib qo'yishar ekan. Asosiysi nima savolingiz bo'lsa yoki shu hududda bo'lgan bo'lsangiz, o'sha hududdan sizga ish qilayotgan odamni adresini ham beramiz, kontaktlarini beramiz deyishyapti. Aloqaga chiqib gaplashib olamiz. Telegramdan storieslarni kuzatib tursan ekan. O'sha Gap yo'q. podrobniy. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz.